Yaxshi ko'rdingizmi? Siz bilan o'zi ko'rish anchani qildi, niyatida mana Namangan keldingiz, Alloh xursand bo'ldim kelganingizdan. Siz xonamga tashrif buyurdingiz. Katta rahmat. Xullas, akalar, do'stlar, Shavkat aka mehmonga chaqirdilar Namanganga 6-mikrorayon, Tegen supermarket oldida Lola Lavash degan joy. Bu yoqqa faqat krasavchik bolalar kelar ekan, o'zlarini qaranglar, krasavchikliklarini. Alloh rozi bo'lsa, do'stlar, ichkarini bitta ko'rib o'ramiz. Rahmat. Shavkat aka, hozir klientlaringizga ovoramiz desakazi. O'zligidan haqiqiy ta'm qanaqaligini so'raymiz. Nima deysiz? Xo'p bo'ladi. Bo'ldi. Xullas, bu uyushtirilmagan, sizlar zakaz qilasizlar bu yerda, postoyanno, to'g'rimi? Ha, завтрада emas, o'zimiz shayda bo'ladi aka. Mazasi qanaqa aka? Yo'q, mazasi yomon bo'lsa qaytib kelmas to'g'riga. Xullas, Chestni o'tiblar bu. Bizga yoqadi, mana shu narxlari ham qulay. xullas. Namanganlik akalar, ukalar, krasavchiklar, opalar, singillar kelaveradigan joy ekan.